Uyda ko'pkari bo'lyapti. Ha, endi qizim bola bo'lgandan keyin shok bo'ladi-da. Bu darajada emas-da, ya. Bu ketishsa krisham ketib qoladi-yu. Ana, ikkingiz ham keldi. Hech kim yo'q-ku. Xotin 4 ta bola qarayman deb tom ketib qoldimi deyman. Xotin men nechtaman? Yaqin ikkingiz yana jo'ralarimga talab ketdi. Hech kim yo'q-ku. Xotin pishib qopti-ku. Xotin ancha charchabsa, men mana pulni oldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men mana pulni oldi, ayang bilan bozorga borib mazza qilib dam olibki, bolalarga o'zim qarab turaman. Buncha siz jiring ayak ko'ylakalamiz, erinkalamiz topchikana. Tavba qildim. Hozirgi xotinlar 4 ta bola qaramay tomi ketyapti. Bola qaraysiz hozir. Ko'rsataman. Jo'ralar bola qarash buncha qiyin. Bizda ham shu ahvol jo'ra. Bolali uy bozorda do'sti. Voy, hamma joy bor, to'xtab bo'pti-ku. Bola degan ham shunchalik bo'ladi. Qo'yib oyoqda jo'ralar yordam beringlar. Qo'shni eringiz kim bilan gaplashyapti? Voy, bir kun bolalarga qarayman deb to'g'ri ketib o'zimni o'zi gaplashib o'tiribdi. Mayli, qo'shni chiqib turinglar. Mayli. Dadasi, qo'shni kim bilan gaplashyapti? O'zi bilan o'zi gaplashyaptimi? Ha, 4 ta bolaga qarayman deb tom ketib qopti bechorani. Ha, bular yoshda. Ha, mana biz 6 ta bolaga qarab normal yuribsiz-ku. Yur, ovqating tayyorlar. Ket. Anu kuni dadasi eringa pishirib qopti. Hey, menga qara, jim o'tir, atrofimda aylanma, boshimda aylantirasan. O'zi senlarni uyga tashlab o'zim chiqsam ularga. Hey, dadasi qaraysiz. To'xta!